Agar olganingizni tan olsangiz, kechirishimiz mumkin. Bu holat edingmi? Bu meni 20 yil oldin bolalarimga bergan tumorim. Nega tan olmasligim kerak? Tumin aqlini yig'. Bu tumorni senga ham berganman-ku. Orasidagi yozuvga qara. Unda onang va sen borsan. O'g'lim, nega bunday qilyapsan? Bu nimalar deyapti Tumin? U seni enagang emasmidi? Agar onasi bo'lmaganida bunchalik jon kuydirmasdi. Tumin, bu ayol rost gapiryaptimi? Tumin, shunchaligiga borasan. Onangni o'g'riga chiqarib qamatmoqchimisan? Men o'zimni aslo sotib qo'ymasligim kerak. Shanshang, meni ota-onam allaqachon o'lib ketgan. Bu xotin g'irt firibgar-ku. Qari kampir, Tominga tuhmat qilyapsanmi? Ota, o'g'lim, kompaniyani endi senga topshiraman. Men nafaqaga chiqaman. Ota, onam qani? Ukang olib ketdi. Siz unga bir narsa degansiz, to'g'rimi? Yo'qsa u Tumin bilan ketmasdi. Haydovchi, Bay oilasiga boramiz. O'g'rilik qildingmi? Jazosini ham olishing kerak. Politsiyaga topshiramiz. Qamoqda aqling kirar. Qo'yvoringlar. O'g'lim kelib sizlarni jazolaydi hali. Qo'yvoringlar. Qaysi o'g'ling? Shu korporatsiyasidan haydalgan o'g'lingmi? O'g'lim hali jazolaringni beradi. Tumorimni qaytarib beringlar. Men o'g'ri emasman. Tumorimni qaytarib beringlar. Oyi! Aka, Tumin, qo'lingdagi nima? Oyi, turing. Qani? Tumin, men nabiram uchun, oilang uchun deb hammasiga chidadim, lekin sen meni o'g'riga chiqarding. Tumorimni tortib olding. Akangni yo'q qilish uchun mendan foydalanding. Seni oq yuvib, oq taragan onangga shunchalik azob berdingki, ota-bobolaringni ruhi chirqirab ketdi. Bu qanaqasi? Bu ne ko'rgili bo'ldi? Nima? Men Tumin, u rostdan ham onangmi? Sen bizni aldagan ekansan-da. Bolani dunyoga keltirish, boqib katta qilish ota-onaning burchi. Lekin sen buni qadrlamading. Bugundan boshlab ota-onalik rishtasini uzaman. Hoy! Sen odam bo'lmaysan. Bay oilasi to'yda bir marta kechirgan edim. Ammo sizlar haddingizdan oshdingiz. Onamni xo'rlaganingiz uchun javob berasiz. Kimga do'q qilyapsan? Eshitishimcha, shu korporatsiyasidan haydalibsan. Endi hech kim emassan biz uchun. Shunaqa. 3 daqiqa ichida Bay kompaniyasini bankrot qilaman, bilib qo'ying. Quruq gap. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Bayxonim, aksiyalarimiz tushib ketdi. Bankrot bo'ldik. Nima? Oyi. Nima? Tamom bo'ldik. Men Tumin, hammasini Xudo ko'rib turibdi-ku. Senday nokasga jazo muqarrar. Endi onamni ko'rishga umid ham qila ko'rma. Nokassan sen. Oyi, tuzukmisiz? men Chuyan. Men bo'lmaganimda shu janoblari seni asrab olmaganida hozir ham qishloqda yer chopib yurgan bo'larding. Nima deding? Agar men daryoga tushib ketmaganimda, sen hozir shu yerda turarmiding? Doshkor, o'zing ayt. Haliyam qilmishingdan afsuslanmadingmi? Oyi!
Endi onang emasman. Sen o'g'lim emassan. Bo'ldi. Oyi, ketdik. Ketdik, oyi. Bo'ldi, ketamiz. Oyi. Qani, Mensimin, sen yolg'onchisan. Ota-onam o'lgan deding. Bu kampirni xizmatkor degansan. Kasringga uyimiz kuydi. Kompaniyamiz bankrot bo'ldi. Oyi, axir bizning bolamiz bor-ku. Ana endi yolg'oning uchun ajrashasan. Qizimni oldiga ortiq yaqinlasha ko'rma. Darhol ajrashasan. Gap tamom va salom. Qani ket. Sheng, xotinjon. Men majbur bo'ldim. Meni kechir. Axir bolamiz bor-ku. Bu safar kechira qolgin. Iltimos qilaman. Meni kechir. Boshqa qaytarilmaydi. Ishon. Bolam sendek qo'rqoq, yolg'onchi otasi bo'lishni xohlamaydi. Yo'qol. Qani ket. Hoziroq ko'zimizdan daf bo'l. Hoziroq uyimizdan yo'qol. Yo'qol. Seni ko'rishni istamayman. Bay oilasidan daf bo'l. Bolani ko'raman deb xomtama bo'lma. Bay oilasini shaniga to'g'ri kelmaysan. Onang bu pullarni qayerdan olganini bilmayman-u, lekin harom pullaring menga ham kerak emas. Olib ko'zimdan yo'qol. Bo'ldi, yetar.